Savdo ish beruvchilarning barchasi ham ishonchli va xavfsiz bo'lavermaydi. Avvaliga savdo platformalari orqali sodda insonlarning shaxsiy ma'lumotlari o'qib yetkazib, bank kartalarida pul mablag'larini yechib olgan zaruriyatlar endi Aza, kiber jinoyat haqida hiç o'ylab ko'rganmisan? 10 soatda 30.000, 20 soatda 60.000. Bir kunda 72.000. Yo'q, kerak emas oyi. O'zim olaman. Shunda ham kontraktimni ishxonangizdagilar to'lab beryapti. Endi o'z olamasman, qolgan xarajatim o'zim topaman hol. Tasavvur qilyapsanmi? 700 million. Shuncha pulni qayerdan topasan, o'g'lim? Topaman oyi, topaman. Siz xavotir olmang. Короче, faqat boylarning pulini o'g'irlaymiz. Biz o'ljaga ishonarli qilib xabar jo'natamiz. Bu xabar qisqa savol-javob hamda katta pul mukofotidan iborat bo'ladi. Taklif 100 mingdan 1 milliongacha yutishiga ishontiramiz. Ular havolaga kirishadi va bizni tuzog'imizga tushishadi. Onam больницada. O'zim bilan olishim kerak. Aza ketish kerak. Ularni Ular olishim nakalarni kerak. o'tiramiz yo'masan. Aza, biznes nakalarni o'tirishadi. Ular Onamni tashlab ketolmayman. Aza bizga mehna yozayotgani yo'q. Oddiy odam emas ular. Bizlar pullarimiz kamlik qilish mumkin unga, bilan. Vokzalda uchrashamiz. Telefonda gaplashib hech kim bilan. Telefonni o'chirib qo'y. Qanaqa men? Necha o'chirsa, qo'lga tushmaymiz biz-a?